Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan 2026 Chevrolet Damas avtomobili haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu model O'zbekistonda uzoq yillardan beri ishlab chiqarilib kelinmoqda va kundalik foydalanish uchun eng ishonchli avtomobillardan biri hisoblanadi. Chevrolet Damas asosan kichik biznes egalari, oilalar va yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar orasida mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi modelda ham ushbu avtomobilning asosiy falsafasi saqlanib qolgan, ya'ni oddiylik, tejamkorlik va mustahkamlik. Tashqi ko'rinishi jihatidan 2026 Chevrolet Damas ixcham va sodda dizaynga ega. Avtomobilning old qismi minimalistik uslubda ishlab chiqilgan bo'lib, kundalik foydalanish uchun yetarli darajada qulay. Kuzovining shakli yuk tashishga moslashtirilgan bo'lib, baland tomi ichki makonni yanada keng ko'rsatadi. Rang variantlari an'anaviy bo'lib, bozorda ko'p uchraydigan ranglarda taklif qilinadi. Saloniga kiradigan bo'lsak, Chevrolet Damas ichki qismi juda amaliy tarzda yaratilgan. O'rindiqlar soni 7 tagacha bo'lib, oilaviy foydalanish uchun qulay sharoit yaratadi. O'rindiqlar oddiy materiallardan ishlangan bo'lsa ham, uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Old panelda joylashgan boshqaruv elementlari sodda va tushunarli bo'lib, haydovchi uchun foydalanish oson hisoblanadi. Ichki makonning yana bir muhim jihati uning moslashuvchanligidir. Orqa o'rindiqlar buklanishi yoki olib tashlanishi mumkin bo'lib, bu yuk tashish hajmini oshirishga yordam beradi. Shu sababli Chevrolet Damas bir vaqtning o'zida ham yo'lovchi ham yuk tashish vazifasini bajarishi mumkin. Endi texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Damas butun 8 litrli benzin dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel kundalik harakat uchun yetarli quvvatni ta'minlaydi va yuqori tezlikka emas, balki barqaror ishlashga mo'ljallangan avtomobil mexanik uzatma bilan taqdim etiladi. Bu esa uni boshqarishni oddiy va ishonchli qiladi. Yoqilgi sarfi Chevrolet Damas'ning eng katta afzalliklaridan biridir. O'rtacha hisobda avtomobil 100 km masofaga 7 litr atrofida benzin sarflaydi. Bu ko'rsatkich hozirgi yoqilgi narxlari sharoitida juda tejamkor hisoblanadi. Ayniqsa doimiy qatnovda bo'ladigan haydovchilar va tadbirkorlar uchun bu muhim ahamiyatga ega. Osma tizimi oddiy tuzilishga ega bo'lib, O'zbekiston yo'l sharoitlari uchun moslashtirilgan. Avtomobil shahar ichida va qishloq yo'llarida o'zini barqaror tutadi. Rul boshqaruvi yengil bo'lib, tor ko'chalarda va bozor hududlarida harakatlanishni osonlashtiradi. Texnik xizmat ko'rsatish masalasida ham Chevrolet Damas juda qulay. Ehtiyot qismlari bozorda keng tarqalgan va narxlari hamyonbop. Ta'mirlash ishlari murakkab emas. Deyarli har bir ustaxona ushbu avtomobil bilan ishlash tajribasiga ega. Shu sababli avtomobilni uzoq muddat saqlash xarajatlari past bo'ladi. Xavfsizlik tizimlari zamonaviy avtomobillar darajasida bo'lmasa ham, asosiy ehtiyojlar uchun yetarli. Bu avtomobil tezlik va hashamat emas, balki amaliy foyda va ishonchlilikni tanlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Endi eng ko'p qiziqtiradigan masalaga, ya'ni narxiga to'xtalamiz. 2026 Chevrolet Damas'ning O'zbekistondagi taxminiy narxi bozor holatiga qarab 90 million so'm atrofidan boshlanishi kutilmoqda. Narx avtomobilning komplektatsiyasi va yetkazib berish shartlariga qarab o'zgarishi mumkin. Ushbu narx oraligida Chevrolet Damas ko'plab raqobatchilarga nisbatan foydaliroq variant hisoblanadi, chunki u arzonligi bilan birga uzoq muddat xizmat qilish qobiliyatiga ega. Kichik biznes egalari uchun bu avtomobil daromad keltiruvchi vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Oilaviy foydalanishda ham Chevrolet Damas o'zini yaxshi ko'rsatadi. Keng salon, yetarli o'rindiqlar va yuk joyi kundalik ehtiyojlarni qondiradi. Maktabga qatnov, bozorga borish yoki qisqa sayohatlar uchun ushbu avtomobil qulay hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Damas bu oddiy, tejamkor va ishonchli avtomobil bo'lib, kundalik hayotda kerak bo'ladigan barcha asosiy vazifalarni bajaradi. U zamonaviy dizaynni taklif qilmasligi mumkin, lekin amaliy jihatdan o'zini to'liq oqlaydi. Agar sizga ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va Auto Insight kanaliga obuna bo'ling, chunki bu kanalda siz avtomobillar haqida eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni topasiz. Rahmat do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha